Sagam akim buni hal qilish yo'lini izlash uchun 10 yildan ortiq vaqt sarfladi va bu uni qanchalik bezovta qilgan bo'lsa-da, u mendan foydalanishim kerak degan xulosaga keldi. Men ham bu qarorni qabul qildim. Agar bu yana sodir bo'lsa, biz yo'q qilishni to'xtata olishimizga kafolat yo'q. Iltimos tushuninglar. Men sen bilan boraman. Bo'lmaydi, men seni olib keta olmayman. Men bunday xudbinlik qilib, meni dunyoni qutqarish orzuyim seni yo'qotish bilan tugashiga yo'l qo'ya olmayman. Shunday deyapsan, lekin hozir yig'lab yuboradiganga o'xshaysan. Men seni yolg'iz qoldirmayman. Bu men tanlagan hayot. Men ham shunday his qilaman. Sen bilan birga bo'lsam, istalgan joyga borishim mumkin. Men ham siz bilan boraman. Bu meni o'limimni anglatsa ham, sizni yolg'iz qo'yib yubora olmayman. Albatta, men ham birga boraman. Menga tegishli joy bergan aynan sensan. Sen rostdan ham ahmoqsan, bilasanmi? Qizlarni yo'ldan ozdirishdan avval bu haqida o'ylab ko'r. Barchangizdan minnatdorman. Men juda ham baxtliman. Va shuning uchun men sizlarni olib keta olmayman. Sizlar bu dunyodagi eng muhim odamlarsiz. Tekshirish, chiqish varaqasi. Yo'q. Bunday qilma. Istak.